Bugun sizlar bilan ma'nodoshlik testini tahlilini ko'rib chiqamiz. 3-4 savollar shunday holatda keladi. Mana ko'rinishi o'zgarishi mumkin. Shu shaklda kelishi mumkin yoki o'tgan safar video darsda ko'rsatganimdek dumaloq to'rt burchaklarni ichida kelishi mumkin. Muhimi u emas, balki mana shu testlarni ishlash texnikasini o'rganish. Xo'sh, bunday testlarni qanday ishlaymiz? Ma'nodoshlik, o'zaro ma'nodoshlik hosil qila oladigan so'zlar. O'tgan safar aytdim, ma'nodoshlik degani bu sinonimlik hodisasi. Ya'ni ma'nodoshlik ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlar. Qoidada bor edi, ma'nodosh so'zlar bir xil so'z turkumiga tegishli bo'ladi. Ya'ni bitta so'z turkumida bo'ladi. Shu demak, testlarni bajarishda so'zlarning so'z turkumiga e'tibor beramiz. Mazmun jihatidan bir-biriga yaqin bo'lishi mumkin, o'xshash bo'lishi mumkin, lekin ularning so'z turkumi boshqa bo'lsa, demak ular ma'nodoshlik hosil qila olmaydi. Xuddi shu tipdagi savollarda. Xo'p, so'z turkumi bir xil bo'lishi mumkin. Hammasi ot yoki sifat bo'lishi mumkin, lekin ma'no jihatidan bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Shu ikki jihatga e'tibor beramiz. Birinchi savol, qani ishlashni boshladik. Birinchi savolning javobi D bo'ladi. Abgor, nochor, xarob. Demak, A javobni xatoligi husn bilan chiroy bir-biriga tushadi, lekin go'zal so'zi tushmaydi. Husn, chiroy, ot, go'zal qanday? Demak, sifat. Hiyla, nayrang. Demak, hiyla, nayrang ot. B javobda makkor so'zi sifat. Demak, makkor so'zdan chiqib ketdik. Hazilkash bitta demak chiqib ketadigan so'z bo'ladi. Mana shu so'zni topib olasiz va o'sha javobdan chiqib ketasiz. O'chirasiz ustini. Hazilkash, tegishkoh, hazilakam. Hazilkash, tegishkoh sifat so'z turkumi, hazilakam demak sifat so'z turkumi emas. Xo'p, yoki mazmun jihatidan bir-biriga tushmaydi bular. O'zaro ma'nodoshlik hosil qila oladigan so'zlarni toping. To'g'ri javob C, mana belgilab ketilgan javoblarni tekshirib ketasiz kalitingiz bilan. Adovat, kek, husumat. Adovati bor, keki bor, husumat. Yana bitta jihati bu testni ishlashning oson usuli mana shu so'zlarni bitta so'zga bog'lab ko'rasiz. Adovati, keki, husumat bor. Adovati bor, keki bor, husumat bor. Mana bor so'zga bog'lab qo'ydik. Endi A javobda ko'zlamoq, chog'lamoq, mo'ljal. Ko'zlamoq, chog'lamoq fe'l so'z turkumi, mo'ljal ot so'z turkumi. Adil, adolat, haqiqat. Adil tushadi, adolat tushadi. Adil bilan adolat tushadi, lekin haqiqat tushmaydi. Maqsadli, niyatli tushadi. Mana maqsadli, niyatli tushadi, lekin muddao bu javobda tushmaydi. To'g'ri javob C. Uchinchi savol, to'g'ri javob aqd. Savollari bir xil, shuning uchun o'qimayapman. Aqd, va'da, lafz. Aqd qildi, va'da berdi, lafz qildi. Demak, bitta ma'noni ifodalaydi. Af, uzr, kechmoq. Demak, af, uzr ot so'z turkumi, kechmoq fe'l so'z turkumi. Hashamatli, dang'illama, zamonaviy. Hashamatli, dang'illama bo'lishi mumkin, lekin zamonaviy ma'no jihatdan tushmaydi. D-da dard, hasrat, yig'i. Dard bilan hasrat tushadi, yig'i tushmaydi. Yig'i bitta jarayon. Xo'p, endi to'rda A javob agar basharti bordi-yu ma'nodoshlik hosil qila oladi. Bitim shartnoma. B javobda bitim shartnoma. Demak, ot so'z turkumi bitim bilan shartnoma tushadi. Ahdlashmoq tushmaydi, fe'l so'z turkumi. C-da afzal, ustun. Afzal tomoni, demak ustun taraf. Afzal bilan ustun tushadi, lekin baland tushmaydi. D-da afif, pokiza, iffat. Pokiza, afif tushadi, iffat tushmaydi. Xo'p, 5-savol. Avval bilan birinchi tushadi, ilk tushmaydi. B-da muhim, hamiyatli, e'tiborli. Demak, sifat so'z turkumi. C-da aksiya, hazil, mutoyiba. Aksiya emas, askiya bo'lsa tushar edi. Aksiya emas, askiya bo'lsa tushardi, hazil, mutoyiba. D-da ulug', buyuk, azm. Mana ulug' tushadi, buyuk tushadi, lekin paronimlarni mana o'tganda aytdim. Azim emas, azim, ya'ni o'rtada bitta i bo'lganda to'g'ri javob bo'lar edi. Ya'ni azim bo'lish kerak. Azim bu azm qaror bo'lib qolgan.
Shuning uchun tushmaydi. 6-savolga akbar degani o'zi ulug' degani. Mana ulug', akbar, azim. Mana shu holatda bo'lish kerak edi. 5-savolning javobi mana azim bo'lganda d ni olgan bo'lar edik. Shuning uchun azim noto'g'ri bo'lganligi uchun chiqib ketdik. A javobda akbar, ulug', azim. Demak, to'g'ri. Dangasa, soyabar, mug'ambir. Dangasa, soyabar tushishi mumkin, lekin mug'ambir degani quv odam degani. Ma'no jihatdan tushmaydi. Tez, zumda, zarur. Tez, zumda tushadi, lekin zarur, kerak, zarur tushmaydi. Allakim, kimdir, begona. Allakim, kimdir tushadi, lekin begona tushmaydi. Xo'p, endi A javobda to'g'ri javob B. Almisoqi, burungi, eski tushyapti. Demak, sifat so'z turkum bo'lyapti hammasi. Ada tajriba, amaliyot, malaka. Tajriba, amaliyot tushadi, lekin malaka tushmaydi. S javob alohida, ayrim, noma'lum. Alohida, ayrim tushadi, noma'lum tushmaydi. D daxl, ta'luq, aloqador. Daxl, ta'luq, aloqador. Aloqador tushadi, ta'luq tushmaydi. Ta'luq 8 ta'luqli bo'lish kerak. A javobda 8da issiq, yorug', porloq. Yorug' bilan porloq tushadi, lekin issiq tushmaydi. Yorug' boshqa narsa, yorug'lik nur, issiq endi bu harorat. B javobda alvon, qizil, qirmizi, qizil degani, lekin zafaron degani sariq degani. O'sha nima ham zafaron ham sariq bo'ladi endi bu bersiz. S javobda aldamoq, laqillatmoq, yolg'on gapirmoq. Aldamoq, laqillatmoq, yolg'on gapirmoq demak tushadi. D javobda ko'p, zabt, zo'rg'a. Hop, bular bir-biriga ma'no jihatidan ko'p boshqa narsa, miqdor, zo'rg'a holat. Shuning uchun tushmaydi. 9-savol. Savol. Hop, qisqasi, xullas, xulosa. Qisqasi demak kirish so'z, xullas tushadi, lekin xulosa boshqa narsa. Lekin biroq illo. Demak, bular bir-biriga tushadi. Zidlov bog'lovchilari. S javobda arimoq, uzilmoq, voz kechmoq. Arimoq, uzilmoq tushishi mumkin, lekin voz kechmoq tushmaydi. Aqlli, oqil, odobli. Aqlli, oqil bir-biriga tushadi, lekin odobli tushmaydi. Har qanday aqlli odobli bo'lmaydi, odobli aqlli bo'lmaydi. Xo'p, 10-savol, to'g'ri javob C. Aralash, omixta, qorishiq. Aralash degani hammasini ma'nosi. A javobda to'g'ri, raso, mukammal. To'g'ri degani mukammal yaratilgan degani emas. B javobda aql, ongli, miya. Aql demak ot so'z turkumi, miya ot so'z turkumi, ongli sifat so'z turkumi. D arjumand, aziz, qadr. Aziz demak arjumand aziz tushadi, lekin qadr tushmaydi. 11. Demak, endi bu turdagi savollar mana ikkinchi tip tur savol. Quyidagi raqamlar bilan berilgan savollarda mana bu mana harf berilyapti. Bularni bir-biriga nima qilishimiz kerak? Moslashimiz kerak. Mana tepadagi so'zlarni pastdagi so'zlar bilan moslashimiz kerak. Bu juda ham oson. Chappa, qarshi degani. Demak, qo'yib ko'ramiz. Chappa, qarshi, norg'ul, keyin almisoqi zid bo'ladi. Zidga to'g'ri keladi bu. Hop, zid bo'ldi. Qadimgi, burungi. Hop, almisoq tushar ekan. Mana agar mana bu qarang, fga tushira olmaymiz. Ilgarigi bo'lsa tushar edi. Shuning uchun qadimgi, burungi almisoqiga tushadi. Avval, oldin, ilgari mana ilgariga tushdi. Bahaybat, barzangi norg'ulga tushdi. Aga tushdi. Shunda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Mana 1ga D, 2ga S, 3ga F, 4ga A bo'ldi. 12-savol ham xuddi shunday. Qora, yomon, xo'p, quv, go'zal, sovuq, malohat deyapti. Xo'p, qora so'zimiz qaysiga tushadi? Qora so'zimiz xo'p, mana bu sovuqqa tushadi. Qora, yomon, sovuq, chiroy, husn, go'zalga tushmaydi, chunki bular ot so'z turkumi. Malohatga tushadi ikkinchisi. Ikkinchisi malohatga tushadi. Xo'p, uchinchisi ayyor, tulki, quvga tushadi.
s ga tushadi. Mana mug'ombirona deya olmaymiz-da, chunki mana ayyor tulki sifat bo'lib kelyapti-da. Mana bu qu sifat. Shuning uchun. Xo'p, 4-inchisi muhim, hamiyatli, e'tiborli a ga tushdi. Shunda javobimiz mana b chiqyapti. B 1 e, 2 f, 3 s, 4 ga a bo'ldi. Xo'p, keyingi savolimiz daxldor, aloqador, mol, buyum, allakim, birov so'zlari kelyapti va 4-savolda azm so'zi kelyapti. Ya'ni azm katta, buyuk ma'nolarida kelyapti. Daxldor, aloqador. Hop, nima deymiz? Taalluqli, taalluq turibdi. Taalluqli bo'lganda tushar edi. Lekin u hozircha tushmaydi. Matoh, akbar, kimdir, qarashli, noaniq. Xo'p, buni javobini d tushyapti, birga y tushyapti. Ya'ni mana qarashli, taalluqli, qarashli tushyapti. Xullas shuni belgilab qo'ying, ko'rishimizcha qiyinlashdi bunda. 1 ga y, 2 ga b, 3 ga d, 4 ga s bo'ldi. To'g'ri javob d bo'ldi. Hozir kompyuterda o'tkazish ozgina qiyin bo'lib qoldi, shuning uchun javoblarni aytdim. Xo'p, keyingisi aqlsiz, nodon. Aqlsiz, nodon, arzimas sal, arang zo'rg'a, qo'shin armiya. Aqlsiz nodon, aqlsiz nodonni pastga tushamiz. Aqlsiz nodon askar bo'la oladimi? Yo'q. O'lib tirilib yo'q. Murakkab, lashkar, johil va bular bo'lmas. Johil bo'la oladi, johil tushadi. To'g'rimi? Tepadagini mana pastga qo'yib ko'ramiz. Aqlsiz nodon, johil. Xo'p, 1 ga demak e bo'ldi. 2 ga arzimas, sal. Xo'p, qo'yamiz. Sal narsaga, bo'lar bo'lmas narsaga desak bo'ladi. Demak 2 ga f bo'ldi. 3 ga arang zo'rg'a, arang zo'rg'a, demak o'lib tirilib, mana o'lib tirilib tushadi. O'lib tirilib bajardim, arang zo'rg'a bajardim testni deymiz. Demak 3 ga b bo'ldi. 4 ga qo'shin armiya. Qo'shin armiyaga lashkar so'zi tushadi. Qarang, e'tibor bering. Bunda qo'shin armiyaga askarni olib qo'ymang. Askar so'zi bitta shaxsni bildiradi, qo'shin armiya ko'plikni bildiradi. Shuning uchun biz lashkar so'zini qabul qildik. Demak, bunda 1 ga e bo'ldi, 2 ga f, 3 ga b, 4 ga d javobimiz bo'ldi. 4 ga d, mana 1 ga e, 2 ga f. Xo'p, to'g'ri chiqdi. Xo'p, endi bunday savollarni bajarishda qarang. Mana aqlsiz nodon turibdi. Aqlsiz nodonni siz olib boryapsiz ega, johilga. Endi pastga javobga tushamizda bir e bo'lgan javoblarni olib qolamiz, qolgan javoblarni o'chiramiz. Bizda mana ikkita javob ketdi o'zi, mana b bilan d ketdi. 1 ga e tushdi, 1 ga e, 2 ga f, 2 ga f. 2 bilan 2 ni ko'rmaymiz, chunki ikkalasida ham f turibdi. Demak, to'g'ri. 3 ni belgilasak o'zi javob chiqadi bizga. 3 mana arang zo'rg'a. 3 ga b ni oldik, o'lib tirilib. 3b, demak mana a javobda turibdi. Shunday qilib vaqtdan yutishingiz mumkin. Ketma-ketlikda hammasini ko'rib chiqishingiz shart emas. Lekin hozir o'rganish bosqichida bo'lganligimiz uchun hammasini ko'rib chiqasiz. Bu diagnostik testlarda yoki imtihon paytida shunday qilsangiz qo'l keladi. Keyingisi yana oldingi holatga qaytdik. Mana ataylab maxsus azabaza. Ataylab bajardim dedi. Demak, mashhur, atoqli, dong. Mashhur, atoqli tushadi, lekin dong tushmaydi. Ot so'z turkumi bo'lib qolgan. Vali, avliyo, karomat. Vali bilan avliyo tushadi, lekin karomat tushmaydi. Bular shaxsoti bo'lib kelyapti. Ashula, qo'shiq, musiqa. Ashula bilan qo'shiq tushadi, lekin musiqa tushmaydi. Musiqa demak qo'shiqsiz, so'zsiz, demak kuy, navo degani. Kuy, navo bo'lganda musiqaga tushishi mumkin edi. Ashula, qo'shiq bir-biriga tushadi, lekin musiqa tushmaydi. 16-savol. Avval, burun, qadimgi. Avval, burun bir-biriga tushadi, qadimgi sifat so'z turkumi bo'lib qolgan. Bada ayb, aybli, gunohkor. Aybli, gunohkor tushadi, lekin ayb tushmaydi. Ot so'z turkumi bo'lib qolgan. S javobda ayirboshlamoq, almashmoq, ajratmoq. Xo'p, ayirboshlamoq, almashmoq bir-biri bilan tushadi, lekin ajratmoq boshqa narsa. Ajratmoq ikki narsani bir-biridan ayirmoq. Endi almashmoq nimanidir evaziga nimanidir berish. Siz unga nimadir berasiz, u sizdan nimadir oladi.
ikkita narsa bir-biri bilan almashadi. Endi ajratmoq ikkita narsa umuman boshqa tarafga ajratiladi. D javobda xulq, tarbiya, yurish, turish. Demak, bular bir-biriga ma'nodosh so'z bo'lib tushdi. Endi bular mana nutqiy sinonimlar bo'lib kelyapti. Mana xulq, tarbiya ot so'z turkumi bo'lyapti. Yurish, turish endi o'sha nimadan, harakat nomidan otga ko'chgan so'z bo'lib qolyapti. 17. Demak, to'g'ri javob C. Ayriliq, hijron, firoq. Ot so'z turkumi. A da avtor, muallif, yozuvchi. Avtor, muallif mavjud tushadi bir-biriga, lekin yozuvchi bu aynan nima? She'r emas, oddiy hikoya, qissa, roman yozadiganlarni yozuvchi deyiladi. Shuning uchun tushmayapti. Avans, bo'nak, maosh. Avans bo'nak tushadi, lekin maosh tushmaydi. Maosh bir butunlik, avans uning bir qismi. D javobda qaror, jazm, azm. Mana boyagining teskarisi kelyapti. Qaror qildi, jazm qildi. Azim emas, azm shaklida yozilishi kerak edi bu. Ya'ni mana bu bitta orada i bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu xato javobga chiqarilyapti. 18-savol. Kuch, qudrat, azamat. Hop, xatoligi kuch, qudrat tushadi, azamat tushmaydi. Iqbol, toli, baxtli. Iqbol bilan toli tushadi, lekin baxtli tushmaydi. Begona, notanish, dushman. Har qanday begona odam dushman bo'lmaydi, dushman har doim begona bo'lmaydi. Shunday qilib chiqarsangiz bo'ladi. D javobda ustomon, mug'ombir, tulak. Demak, hammasi sifat so'z turkumi bo'lyapti, mug'ombir ma'nosini beryapti. 19-savol. Xo'p, 19 tepada joylashgan ekan. Tushunarli bo'lyaptimi ustozlar? A javobda mana baxtli, toleli, mas'ud. Demak, hammasi sifat so'z turkumi baxtli ma'nosini beryapti. A javobda balog'at, kamol, yetuk. Balog'at, kamol, yetuk. Demak, bir-biriga tushmaydi bular. Falokat, ofat, balogardon. Demak, falokat, ofat, balogardon tushmaydi. Badavlat, zangin, boylik. Badavlat bilan zangin tushunishi mumkin, lekin boylik ot so'z turkumi. 20-savol. Mard, dovyurak, yovqir. Hammasi mard ma'nosida keladi. Sal, picha, zum. Sal, picha tushadi, zum tushmaydi. Boshqa, bo'lak, begona. Boshqa bering, bo'lak bering, begona bering deb bo'lmaydi. Begona demak tushmaydi. Buloq, chashma, suv. Buloq bilan chashma tushadi, lekin suv endi o'sha biz iste'mol qiladigan suv. Buloq, chashma bu joyning demak o'sha nima, suv chiqadigan joy, to'g'rimi? Endi 21-savol. Yana boyagidek kelyapti. Mana peshvo, rahnamo. Peshvo, rahnamoga qaysi tushadi? Qaraymiz. Mug'ombir tushmaydi, yolg'iz tushmaydi, bo'sh tushmaydi, tulki tushmaydi, yo'lboshchi tushadi. Birga e javob chiqdi mana. Birga e javob borligi uchun pastni ochmayapman. Demak, hamma javobimizda e bor ekan. Ko'rishimiz shart emas edi buni. Endi hozir o'rganish jarayonidamiz, shuning uchun ko'rib ketyapmiz. Chechan, bilag'on, mug'ombirona, yolg'iz, bo'sh, tulki, yo'lboshchi, ustomon. Demak, ikkiga ustomon so'zini tushirsak bo'ladi. Biriga e, hammasida e bor edi, ikkiga f javob. Mana ikkiga f, b da, s da turibdi. Endi 3ni ko'ramiz. Qu, makkor, qu odamni tulki deymiz. 3ga d tushdi mana. 3ga d, demak javobimiz b bo'ldi. Mana chiqdi. Hop, 22-savol. Demak, to'g'ri javob peshvo, sarvar, sarkarda. Bular hammasi demak sarkarda, sarvar, boshchi demak ma'nosida keladi. A javobda buyruq, amr, farmon. Buyruq, farmon amir so'zi. Amir bo'lib qolgan, shuning uchun xato. Bada, badgumon, badnafs, badmehr. Badgumon, badnafs, badmehr bular boshqa narsa. Vujud bilan tan, tanamiz bitta narsa, ruh endi umuman boshqa narsa. 23-savolga keldik. O'zaro ma'nodoshlik hosil qila oladigan tanbal, soyapar, quv. Tanbal degani soyapar tushadi, lekin quv tushmaydi. Mug'ombir degani quv. Pand, o'git, nasihat. Demak, bular bir-biriga tushadi. Sajobda to'p, dona, nafar. Bular boshqa narsani ifodalaydi. Sahiy, tantiq, xotamtoy. Sahiy bilan xotamtoy tushadi, lekin tantiq tushmaydi. Agar shuning o'rnida tanti so'zi bo'lganda tushardi. Tanti so'zi o'sha sahiy, xotamtoy degan ma'noni bildiradi. Lekin mana bu bitta q ortiqcha bu yerda.
tantiq emas, tanti bo'lsa tushar edi. Shuning uchun tantiq so'zdan chiqib ketdik xatolikni topib. 24-savol. D javob nuqul, yakkash, muddom. Nuqul turtasan, yakkash turtasan, muddom turtasan. A javob e'tibor, nufuz, obro'. Nufuz, obro' tushadi, lekin e'tibor bularga tushmaydi. Narx, baho. Narxini ayting, bahosini ayting tushadi, lekin qimmat sifat so'z turkumi boshqa. C javob muhtasham, hashamat, dang'illama. Muhtasham, dang'illama tushadi, lekin hashamat bu yerda ot so'z turkumi. Hashamat so'zidan chiqib ketdik. 25. C javob asti qo'yavering, mutlaqo zinhor. Xo'p, mutlaqo zinhor tushyapti. A javobda arzanda, tanti, erka. Agar boyagi testni teskarisi kelyapti, bu yerda arzanda, tantiq, erka bo'lsa tushar edi. Tanti degani sahiy degani. Shuning uchun tanti so'zdan chiqib ketdik. B javob hayrat, tajib, hayron. Hayrat, tajib tushadi, lekin hayron tushmaydi bularga. D javobda hiyla, nayrang, firib. Nayrang, firib tushadi. Hiylada yumshoq h bo'lish kerak edi, o'shanda tushadi. Hiyla qattiq h bilan yozilgan. Demak, shuning uchun xato javobga oldik. Hozir 25 ta savolni ko'rdik. Keyingi videoda yana 25 tasini tahlil qilamiz. Zerikib qolmasliklaring uchun qisqaroq qildim.